Assalomu alaykum. Edimgold xaridorlari va kuzatuvchilari, insonlarning barmoqlari har xil bo'lgani kabi, insonlarning toifasi ham har xil bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'ringlar, nima haqida gapirayotganimni tushunib olasiz. Sizni do'koningizga xaridor bo'lgan inson avvalambor ishonch bilan xaridor bo'ladi va sizni tovarlaringizga ishonadi, yaxshi ko'radi va o'zini hurmat qiladi va naturalni yaxshi tovar olib kelishingizni biladi, ishongani uchun sizdan oladi. Narx uchun emas, agarda sizni do'koningizga kelgan xaridor narx uchun xaridor bo'lgan bo'lsa, unda agarda sizdan boshqa do'konda arzonroq bo'lsa, sizdan yuz o'girib o'sha do'konni xaridoriga aylanadi. Bu toifali xaridorlar sizni oxirigacha siz bilan ishonch bilan birga ishlamaydi. Shuning uchun nima demoqchimiz? Do'kon tanlayotganingizda ishonchli do'kon va o'zingizni hurmat qilsangiz, hurmat qiladigan insonlar bilan oldi-berdi qiling va o'zingizga yoqadigan yaxshi narsalarni oling, chunki hozirgi kunda skupka yoki taqilgan narsalarni, taqilgan brilliantlarni, искусственный brilliantlarni ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar. Aynan sizga o'sha taqilmagan yangi zavod narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, именно sizlarni Edimgold do'konida kutib qolamiz. Ehtiyot bo'linglar, aldanib qolmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.